Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Gayrem PUBG. Jigarlar, sizlar bilan bugun biz qanday short stream qilishni o'rganamiz. Albatta telefonda. Qani unda bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu App Store yoki Play Marketga o'tib olamiz. U yerdan Live Now degan programmani topib olamiz. Mana menda uje Live Now programmasi bor, chunki men har doim shundan stream qilaman. Endi bu yerdan biz o'zimizga kerakli prilojeniyani tanlaymiz. Masalan, men YouTube tanlab olamiz. Bu yerdan akkauntimizni kirgizamiz. Men uje kirgizganman. Sizlar yangi любой akkauntlaringizni kiritasizlar Google, bu yerdan Create Event ni bosamiz. Va tepaga o'zlaring streamlaring qanday nomda bo'lishini yozasizlar. Pastiga esa bironta Instagram, Telegram silkasini qo'yib qo'yasizlar. Va расписаниеga любой vaqtda yoki qachon bo'lishini qilsalar ham bo'ladi. Xohlasangiz o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Sizlarda mana pastda private turgan bo'ladi. Shuni public qilib olishni maslahat beraman. Create event. Ana endi mana stream qanday bo'lishini bizga ko'rsatyapti. Shunda biz sizlarda kamerada streaming turadi. Uni ikkinchisiga o'tkazib olasizlar yo 60 fps qilib olasizlar. Keyingi navbatda esa HD Wi-Fi laringa qarasa yo internet yo Wi-Fi da bo'lsalaring, men Wi-Fi daman, uncha kuchli emas, shuning uchun 720 qilib olaman. Ana endi biz short stream bo'lish uchun tepadagini knижная orientatsiyaga o'tkazib olamiz. Bo'ldi. Ana endi bemalol streamda dalini bosib boshlasak bo'ladi. Stream qilish uchun sizlarga ball kerak bo'ladi. Mana menda 94 ball bor. Bu yerdan получить ballni bosamiz. Бесплатный ballni. Bemalol reklama ko'rib yoki do'stlarga mana har kunlik ballarni olamiz. Va bemalol streamni boshlasalar ham bo'laveradi. Mana do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha hammalar endi bemalol stream qilsalar bo'laveradi. Bugun video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying.